Marvel. Zlodeyi бесконечности. Часть 2. Ketdi. Sizni geroyingiz bosh kiyimi bormi? Yo'q. Kamin бесконечности bilan aloqaga kirganmi? То есть ushlagan yoki uni kuchidan ishlatgan. Yo'q, menimcha yo'q. Sizni personajingiz odammi? Yerlikmi? Odam emas, yerlikmi? Yerlik. Yerlik. Sani personajingda королевство, страна, земля, planeta yoki butun galaktikani mana shunaqa bosa olish niyati bo'lganmi? Menimcha yo'q, buni niyati menimcha boshqa edi. Zlodeyingiz yerlik bo'lgani bilan ko'rinishi odamdakami? Qaysi ma'noda? Ko'zi bor, qulog'i bor, og'zi bor, burni bor. Odam rang. Odam rang? Yo'q, odam rang emas. Yuzi odam deymi? Bu yerda yo'q. Ko'rinmagan. Demak, monster emas. Sizni personajingizga siviritka koloj qilinganmi? Yo'q. Xato ketmaganmi? To'g'ri ketganmi? Boymi? Yo'q. Sizni personajingiz robotmi? Yo'q. Arnemzala? Yo'q. Kim? Ikkinchi kim? Altron. Altron robot emas. Он искусственный android. Sen boshlading, men tugatib qo'yishga haqqim bor. Sen personajingni bolasi bormi? Yo'q. Bu personaj corresponds? Yo'q, Mysterio. Xato ketibsan. O'zi ko'rdingiz-ku, o'ylanib qoldim. Men Spider-Man yo'q qilishdi. O'ylayman buni niyatida. Ya, o'z Tony Stark'ga imperiyasini bosa olishdi. Lekin strani ham bosa olishdi. Mayli. Sen topding. Победа senga. Altron, yaxshi Like. ko'raman. Подписка. Злодейский подписки.